Otiliq mehrim bilan, joliylik mehrim bilan, men senga ishongan eng chong ishonch bilan men senga yordam qilaman bolam. Bu qitimliq musobaqada Kavsar og'ayninglar jami 15 top urdingmi bolam? 16 top. 9 maydon musobaqada 16 top urib, asli Züydi aşırı şu mükafatıga erişişi layıqdı. Şunaqı ha? Layıqdı. Lekin hamda ba'zi bir sabablar bilan musobaqa o'tkazgan taraf bu xil musobaqa mukofotlarini tasdiq qilmaganligi uchun biz hamda klubimiz sizlarga bergan va'damiz bo'yicha bu qitimliq musobaqada ya'ni 13-14 gruppasi bo'yicha ifodasi eng yaxshi bo'lgan, hammalarning yaxshi bo'ldi. Uning orasida ham ifodasi yaxshiroq bo'lgan, eng jiqtib urgan, sizlarning eng oxirgi chempion bo'lishinglarga texmi bak kuch qo'shgan og'aynalar Kavsarga klubimiz bu qitimliq Züyja Yundong Yuan degan mukofotni berdik. Mübarek olsun bolam. Texim yaxshi sahnalarga, texim yaxshi sahnalarga, texim yaxshi futbol maktablariga, futbol bo'yichiklariga, futbol klublariga berishingga bolam. Sizlarning shundaqchimi bolalarni men eng yaxshi rolimni joriy qildirib qo'yam. Otiliq mehrim bilan, joliylik mehrim bilan, men senga ishongan eng chong ishonch bilan men senga yordam qilaman bolam. Sen cho'qim yaxshi topchi bo'la olaysan. Shundan bolam. Sana layıqmış mükafat. Ala bolam. 2013-14 gruppasi bo'yicha, ya bo'lmaydi turib adash. 2013-14 gruppasi bo'yicha o'zining kapitallik vazifasini eng yaxshi joriy qildigan, bo'libmi eng oxirgi maydon musobaqada o'zi faqat o'rinda baxmagan, vazifani og'inisi Mustafa Irfon bilan birlikda bak yaxshi, bak chiroyli o'rindigan, men topshirgan maydondagi vazifani eng munavvar holatda o'rindigan og'inlar sizning kapitaninglar Xolid bu qitimliq musobaqadagi Züyja Yundong Yuan mukofotiga erishdi. Muborak bo'lsin. Sen shu bolam, ha? Sen shu. Ondan başqa 2015-2016 gruppasi bo'yicha sizlarning eng kichik og'inanglar, do'stinglar, ukam og'inanglar, Nihatmo o'zininki eng yaxshi ifodasi bilan, o'zi 2013-2015-16 bo'lsa-mo, 2013-14 ning orasida necha vaqtning yog'i mashq qilayotgan, ashundaq bir shilini, ashundaq bir qobiliyatni o'zida bar qilib turib, sizlarning oranglarda hech kim qarasa 2015-16 ni demaydi. Shunaqa, demak, o'zi tirishdi, dadasi tang jafo tatdi, opsi qo'lladi. Undan boshqa men mushu yaxshi fursatlarni bu bolam uchun hozir tutdim. Eng avval o'zi bek tirishdi. Shu sababdan bu qitimliq 15-16 ning musobaqasini men har bir ko'rgan musobaqamda bir xil, bunga qarab bir xil xotirjamlik tuyg'usi bo'lib qoldi menda. Chunki bu o'zi 13-14 ning orasida yaxshi mashq qilganlik uchun o'zi bilan teng yoshdagi bolalar bilan musobaqa o'ynasa bu hozir faqat tamtirmaydigan, nihoyat bir ching-so'ng holatda o'ynab tugitadigan musobaqada maydon jo'len topshirgan vazifalar emas. Butun komandani teng yetaklab, maydonda ko'p askartib, ko'p tishin qilib turib, mushtaq o'ynaydigan bir holatga yetib, bu qitim 15-16 ning orasida eng ko'p to'pni urib shu komandaning chempion bo'lishiga eng yaxshi to'pni qo'shgan og'inanglar, ukam og'inanglar Nihatga o'zi 15-16 bo'lsa-mo, 13-14 ning orasida titrab turalayotganligi uchun Züyja Yundong Yuan degan mukofotni bu og'inanglarga berdik. Muborak bo'lsin. Budaqa bermoqchi bo'lgan mukofot Jimbo Züyja Yundong Yuan. Jimbo Züyja Yundong Yuan. Bu ikki mukofotni bolalar. Suday Sag'ina. Men kimga bermoqchi desam, Yusuf bilan Suday. Jimbo Züyja Yundong Yuan degan gap nima degan gap? Eng ishtik ilgirlagan, eng ishtik taraqqiy qilgan Yundong Yuan degan gap. Bo'lsa men hammanglarga bergim bo'ldi. Lekin endi mushu komandaga kirgan vaqti eng qisqa turib ilgirlash eng tez bo'lgan. Shundaq bir og'inanglar bor. Men avval shu og'inanglarga mushu mukofotni berishni qaror qildim. Kim o? Hammanglar Suday Sasanjon kela bo'lam.
Suday Sasanjon komandir kayiniga eng qisqa holatda mana shu aytgan chaqda musobaqa o'ynashni bu 0 dan boshlagan. Hammalar guvohi uningga 0 dan boshlagan o'zining tirishchanligi bilan, albatta ota-onasining qo'llashi bilan eng tez suratda sening oranglig'i singib kirib, hattoki musobaqada Juli o'rinda yaxshi nihoyatda yaxshi vazifasini musobaqadagi rolni joriy qildirib, vaqtida mana qaranglar, men demasam sizlar o'zlikinglardan sudaysiz deb baqirib ketdim. Demak, hammanglarningki e'tirof qilishiga erishgan bir ag'inalar. Shunday bo'ladimi? Shunashqa bu mukofotni o'g'lim Sudaysga sunay. Barak olsun, bana tekin tirishqina agar bo'laman. Ba yana birisi kimga beramiz hamsa? Kim o? Yusuf. Yanicha? Nimaga Yusufga berganga keldi? Yan kirdi. Mana sizlar dedinglar, men yurikimnikini tepib oldinglar. Mening bolalarim dersizlar. Ha? Bak, mert qaranglar, bir-biringizlarga o'tinib bersizlar mana shunga o'xshash. Men hozir kimga bersam bo'lar? Shafqatga beraymi? Jasurga beraymi? Muralga beraymi? Abdurahmonga beraymi yoki Olmosga tajalliga beraymi? Yana biz aramizga aqidligini qisqa vaqt bo'lsa-mu, eng yaxshi ilgirlash bilan yaxshi natija yaratgan Qudratga beraymi deb tursam, Yusufga ber dedinglar. Aşı musobaqadagi maydonga chiqish fursatini Anasga o'tinib bergan, ashundaq bir ish hammalarning esingizda bakan, ha? Aka bolam qulog'im. Tug'an bola. Hammalar xuddi Yusufga o'xshash. Yusufga o'xshash mana shundaq mard. Hammalar mard. Ashtaq bir yigit bo'lib cho'ng bo'latsizlar bolam. Hammalar ko'z tegmasin. Unda esa hammalarning qo'llashi bilan, e'tirof qilishi bilan yana bir Tuyjimbo tuykoyunu yani 100 kü birem daha. Ben çağışı etanlar bulan. Jürüklerden çıkarıp bir çağışı etanlar. Bana bulam sana layık. Aşı mertlik için sana layık bulam. Böyle.